Toshkentning qadimiy qismida Hazrati Imom majmuasi yonida qad rostlagan, mahobati bilan butun dunyoni hayratga solayotgan bir bino bor. Bu nafaqat yurtimiz, balki butun musulmon olami uchun ma'rifat mayog'i bo'lmish O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazidir. Bugun biz sizni ana shu ulkan loyihaning tuzilishi va mazmun mohiyati bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Ushbu markaz Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bevosita tashabbusi va g'oyasi asosida barpo etilgan. Davlatimiz rahbari 2017-yil BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini ochib berish va ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini targ'ib qilish zarurligini ta'kidlagan edilar. Markaz ushbu tashabbusning amaliy ifodasidir. Biz bugun hayrat va iftixor bilan boqayotgan ushbu muhtasham maskan o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. Uning har bir g'ishti, har bir naqshi ortida qariyb 9 yil davom etgan mashaqqatli mehnat, yuksak mas'uliyat va katta orzu-umidlar mujassam. Prezidentimiz rahnamoligida tarixiy merosimizni qayta tiriltirish yo'lida davlat mutasaddilari, olim va professorlar, me'morlar va mohir usta hunarmandlar bir maqsad yo'lida birlashdilar. Ular tunni tunga, kunni kunga ulab mehnat qilib, bu maskanni kelajak avlodga qoldiriladigan jonli merosga aylantirdilar. Bu ulug' ishga berilgan e'tiborning o'ziyoq uning qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Prezidentimiz bir necha bor bu yerga tashrif buyurib, markazning qurilishi va uning ilmiy mazmun mohiyatini shaxsan kuzatib bordilar. Har bir jihatining mukammal bo'lishiga alohida ahamiyat qaratdilar. Ana shu g'amxo'rlik va jonkuyarlik tufayli bugun biz nafaqat me'moriy jihatdan betakror, balki xalqimizning buyuk ma'naviy va ilmiy merosini dunyoga namoyon etadigan ulkan markazni ko'rib turibmiz. Markaz binosi milliy me'morchilik an'analarini o'zida mujassam etgan. Uning markazidagi ulkan gumbaz Samarqanddagi Go'ri Amir va Bibixonim masjidlarining me'moriy uslubini yodga soladi. Bino 3 qavatdan iborat bo'lib, har bir burchagi ilm va madaniyatning yuksak namunasi sifatida loyihalashtirilgan. Majmua atrofidagi obodonlashtirish ishlari Hazrati Imom majmuasi bilan yaxlitlikni tashkil etadi. Keng xiyobonlar, yashil hududlar va favvoralar ziyoratchilarga ma'naviy halovat bag'ishlaydi. Peshtoqlarga bitilgan Qur'oni Karim oyatlari, binoning yon devorlariga yozilgan hadis-i shariflar esa insonni tafakkurga chorlaydi. Tasavvur qiling, siz bir vaqtning o'zida O'zbekistonning 4 buyuk chorrahasiga qadam qo'yyapsiz. Markazga kirish ana shunday 4 muhtasham eshik orqali amalga oshiriladi. Bular Ulug'bek portali, Qo'qon portali, Buxoro portali hamda Xorazm portallari. Har bir eshik ortida bir olam ma'no yashiringan. Ularning har biri yurtimizning turli hududlari me'morchiligini o'zida aks ettiradi. Asosiy va old kirish qismi Ulug'bek portali deb nomlanib, Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi peshtoqiga uyg'un tarzda qurilgan. Portalning peshtoq qismiga Qur'oni Karimning An'om surasi 97-oyati, ya'ni u sizlarga quruqlik va dengiz zulmatlarida yo'l topishingiz uchun yulduzlarni belgi qilib qo'ygan zotdir. Biladigan qavmlar uchun oyat belgilarini batafsil qilib qo'yganmiz. Oyati bitilgan. Peshtoqning belbog' qismiga esa Furqon surasi 61-62-oyatlari, ya'ni osmonda burjlar qilgan va unda chiroq va nur sochguvchi oy qilgan zot barokatli bo'ldi. U ibrat olmoqni iroda qilgan va shukr qilmoqni iroda qilgan kishi uchun kecha kunduzni birin-ketin qilgan zotdir. Oyatlari nafislik bilan tushirilgan. Aynan bu oyatlar tanlanishining esa o'ziga xos ramziy ma'nosi bor. Chunki astronomiya ilmi olimi, Ulug'bek madrasasi asoschisi ajdodimiz Mirzo Ulug'bek o'zining astronomiya ilmiga oid Ziji Jadidi Ko'ragoni asarining muqaddima qismida aynan mana shu oyatlarni osmon ilmlarini o'rganish dalili va asosi sifatida zikr qilgan. Peshtoqdagi mazkur oyatlar ham aynan ulug' bobomiz tanlovlariga mos ravishda hamda sivilizatsiya markazi barpo etilishining asl maqsadiga uyg'un holda tanlangan. Mazkur muhtasham bino peshtoqining kirish qismida aynan Qur'oni Karimning ilk nozil bo'lgan oyati Iqro bismi robbikallazi xalaq
ya'ni yaratgan Robbing nomi bilan o'qi mazmunidagi oyati bitilgani bejiz emas. Bu oyat islom sivilizatsiyasi markazi bunyod etilishining bosh g'oyasini o'zida mujassam etadi. Zero davlatimiz rahbari markazga qilgan tashriflari davomida uning maqsadi faqat muhtasham bino qurish emas, balki 3000 yillik tarix va boy merosimizni o'zida jamlagan ilmiy ma'rifiy dargoh, haqiqiy aql tafakkur markazini barpo etish, islom dinining haqiqiy insonparvarlik mohiyatini asoslab berish, 3-Renessansning ilmiy poydevorini yaratish ekanini alohida ta'kidlab keladilar. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bu maskanga kelgan har bir inson, ayniqsa yoshlarimiz, xalqimizning buyuk o'tmishi va dunyo sivilizatsiyasiga qo'shgan ulkan hissasini chuqur anglab, ajdodlar merosidan faxr tuyg'usini his etishi, ilm ma'rifatga bo'lgan qiziqishi yanada oshishi lozim. Shu ma'noda bu markazga qadam qo'ygan nafaqat yurtdoshlarimiz, balki xorijiy mehmonlar ham tariximiz haqida keng tasavvurga ega bo'lib, katta ma'naviy kuch olib ketadi. Ulug'bek portali orqali islom sivilizatsiyasi markazining muhtasham zaliga qadam qo'yar ekansiz, sizni asrlar qa'ridan boqib turgan buyuk zotlarning nigohi qarshi oladi. Devorlarda aks etgan ulkan suratlar shunchaki tasvir emas, balki insoniyat tamadduniga asos solgan allomalar va odil hukmdorlarning tirik tarixidir. Bu yerda Imom Buxoriy va Imom Termiziyning ma'naviy merosi, Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy hamda Ibn Sinoning ilmiy dahosi, Amir Temur va Jaloliddin Manguberdining jasorati, Bahouddin Naqshband va Najmiddin Kubroning hikmati, Mirzo Ulug'bekning osmon sirlarini kashf etgan tafakkuri, Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning adabiy va davlatchilik merosi, shuningdek ma'rifatparvar jadidlarning millatni uyg'otgan ziyosi bir nuqtada mujassam bo'lib, O'zbekiston zamini naqadar boy ildiz va ulkan ma'naviy merosga ega ekanini namoyon etadi. Har bir tasvirda dunyo ilm fani va madaniyatini yangi bosqichga olib chiqqan o'chmas jasorat hamda beqiyos tafakkur nuri porlaydi. Ushbu san'at asari mahalliy va xorijiy ziyoratchilarga bu zamin bir paytlar jahonning sivilizatsiya markazi bo'lganini sukut ila so'zlab beradi. Bu yerga kelgan har bir inson ajdodlarimiz qoldirgan buyuk omonatning qadrini va dunyo tamadduniga qo'shilgan ulkan hissani teran anglab yetadi. Mazkur zal o'tmishning buyukligi va kelajakning yuksak maqsadlari tutashgan o'ziga xos ma'naviyat ko'prigidir. Markazning yuragi uning kutubxonasi va qo'lyozmalar fondidir. Bu yerda 100 mingdan ziyod nodir qo'lyozmalar va toshbosma asarlar jamlanadi. Eng muhimi, islom olamining bebaho boyligi. Hazrati Usmon mushafi aynan shu yerda maxsus sharoitlarda saqlanadi va ziyoratchilar e'tiboriga havola etiladi. Markaz qoshida tashkil etilgan muzey bo'limlari dinimizning sofligini, uning tinchlik va ma'rifat dini ekanini butun dunyoga ko'rsatib beradi. Muzey zallarida allomalarimizning ilohiyot, falakiyot, kimyo, geometriya va tibbiyotga oid nodir qo'lyozmalari, o'sha davr muhitini gavdalantiruvchi noyob ashyolar o'rin olgan. Zamonaviy IT texnologiyalar hamda gologrammalar yordamida butun tarix jonlanadi. Muzey ekspozitsiyasi ziyoratchini 3000 yillik tarix sayohatiga boshlaydi. Bu yerda har bir zal go'yo bir davrning tirik guvohi kabi namoyon bo'ladi. Ilk bo'lim islomdan avvalgi davr sivilizatsiyalari ekspozitsiyasida yurtimiz zaminida qadimdan shakllangan madaniyat, savdo yo'llari va ilk shaharlar tarixi gavdalanadi. Keyingi zallarda esa ilm-fan va ma'rifatning yuksalish davri bo'lgan birinchi Renessans muhiti qayta jonlanadi. Yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk allomalar, ularning ilmiy merosi, ilm markazlarining shukuhi va kashfiyotlar olami namoyon bo'ladi. Bundan keyin tarixiy sayohat 2-Renessans va o'zbek xonliklari davri ekspozitsiyasiga ulanib, Amir Temur hukmronligi va o'zbek xonliklari davridagi madaniy ma'rifiy hayot va davlatchilik an'analari orqali o'sha davr ruhini his etish imkonini beradi. Ekspozitsiyaning yakuniy qismi Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans bo'limi esa o'tmishdan ilhom olgan holda bugungi taraqqiyot yo'lini, zamonaviy ilm-fan va ma'naviyatga qaratilgan
islohotlarni namoyon etadi. Shu tarzda muzey zalidagi har bir qadam ziyoratchini 1000 yillik tarixdan bugungi kungacha bo'lgan uzviy rivojlanish yo'li bilan yuzlashtiradi. Davlatimiz rahbari BMTning 80 yillik yubileyida so'zlagan nutqlarida Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiylarning boy ma'naviy va ilmiy merosining taqdimotini o'tkazish haqida aytgan edilar. Bugun Markaz muzeyining birinchi Renessans davri bo'limidagi Imom Buxoriy, Imom Termiziy hamda Imom Moturudiy kabi ajdodlarimiz uchun alohida kapsulalarning o'rin olishi ana shu nutqda aytilgan so'zlarning amaliy tasdig'i bo'ldi. Imom Buxoriy kapsulasi muhaddislar sultonining ma'naviy olamiga sayohat Samarqanddagi muhtasham majmuaning nafis maketidan boshlanadi. Kapsulaning yuqori qismida olimning Buxorodan boshlangan zahmatli ilm yo'li, Bag'doddagi mashhur hadis imtihoni va olimning fenomenal xotirasi aks etgan bo'lib, mazkur tarixiy tasvirlar o'tmishni xayolan sayr etish imkonini beradi. Bundan tashqari, kapsulaga Imom Buxoriy shaxsiyatini ochib beruvchi eng muhim 10 ta noyob ma'lumot va olimning butun hayot yo'lini aks ettiruvchi ilmiy ma'lumotlar joylashtirilgan. Mana bu ekranda esa 1200 yil avvalgi muhit tasvirlangan. Muhammadning bolalik chog'ida ilm ummoniga sho'ng'igan lahzalari yuksak texnologiyalar yordamida qayta gavdalantirilgan. Imom Moturudiy kapsulasi. Bu yerda ham sizni Samarqanddagi Imom Moturudiy maqbarasining bejirim maketi kutib oladi. Kapsulalardagi ziyoratgoh maketlarini tomosha qilar ekansiz, beixtiyor ziyoratgohlarning o'zini borib ko'rgingiz keladi. Kapsuladagi Kitobut Tavhid va Tavilotul Qur'on asarlari hamda Abul Muin Nasafiy va Hakim Samarqandiy asarlarining nodir qo'lyozmalari Moturudiylik ta'limotining naqadar mustahkam ma'naviy poydevorga ega ekanini isbotlaydi. Bu yerdagi Moturudiylik ta'limotining dunyo bo'ylab tarqalish xaritasi esa ta'limotning naqadar ilmiy asosga ega ekani hamda Samarqand aqida maktabining miqyosini ko'rsatib beradi. Bu yerdan shunchaki tomosha bilan emas, balki Imom Moturudiy hayoti va ilmiy faoliyati, uning izdoshlari hamda aqida ilmi haqidagi bilimlar bilan chiqasiz. Qolaversa, yangi O'zbekistonda Imom Moturudiy merosini o'rganish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham batafsil yoritilgan. Imom Termiziy kapsulasi. Sayohatimiz Janub Gavhari, Sheroboddagi Imom Termiziy majmuasining maketi va Termiz hadis maktabining boy tarixi bilan davom etadi. Kapsula markazida olimning ilmiy safarlari xaritasi o'rin olgan bo'lib, bu chizgilar orqali siz buyuk allomaning har bir qadamida yashiringan ilm izlash hikmatini va o'sha davr dunyosining jonli manzarasini kashf etasiz. Bu yerda saqlanayotgan olimning Sunani Termiziy va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak siratlari va axloqlarini ta'riflovchi Shamoil Muhammadiya asarlarining qo'lyozmalari har qanday kishini beixtiyor tafakkur qilishga undaydi. Termizdan yetishib chiqqan 220 nafar buyuk olimning ro'yxati va ustoz shogirdlar zanjiri esa bu zaminning haqiqiy ilm maskani bo'lganidan dalolat beradi. Bundan tashqari, Imom Termiziy kapsulasida olimning hayoti va ilmiy faoliyati, ustoz va shogirdlari yozgan asarlari haqidagi qimmatli ma'lumotlar ham o'rin olgan. Mazkur ko'rgazmalarning tashqi tarafida Imom Buxoriy, Imom Moturudiy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari tomonidan nashr etilgan ilmiy va ommabop kitoblar ko'rgazmasi o'rin olgan. Bugun sizga O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazining ayrim qismlarinigina ko'rsatishga ulgurdik xolos. Bu yerga kelib, hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, dunyoqarashingizda yangi ufqlar ochilishi shubhasiz. Agar siz muhtasham tariximiz va ma'naviy ildizlarimiz naqadar teran ekanini anglashni istasangiz, albatta bu ulug'vor maskanga tashrif buyuring. Ilm va ma'rifat saroyi sizga doimo muntazir.